زەمزەم قۇدۇقىغا سىيگەن سەھرالىق ياكى ئىجتىمائىي ئۇچۇر ۋاسىتىلىرىدىكى سىيگەكلەر. ئاپتورى مۇھەممەد يۈسۈپ. ئەللەمە ئىبنى جەۋزى ھەج vaqtida ھەرەمدە يۈز بەرگەن مۇنداق bir قىссىنى bayon qilgan. Hacılar Kəbəni tavaf qılıbatqan əsnada səhralık ərəblərdən biri zəmzəm quduqiga uzun jilbabını götürüb turub sıydı. Hacılar dəsləbdə bu ədəbsizlikə heyran qalıdı. Andın yügürüşüb kelişib səhralıqni uruşqa başlaydı. Bu əsnada hərəmnin saqçıları səhralıqni hacılarning qoludan qutquzub qoydu və qazının aldığı elib bardı. Qazı səhralıq ərəbə kayıb, "Sen nima uchun bu qabiy ishni qilding?" deb so'raydi. Səhralıq ərəb, "Mening boshqa g'arzim yo'q edi. Bu ishni faqat birla sabab bilan qildim" deydi. Qozi, "Qaysi sababkan u?" deb so'raydi. Səhralıq ərəb, "Xalq meni tunisin va Zəmzəm quduqiga siygan səhralıq degan nomim qolsin deb shundoq qildim" deydi. Bu səhralıq ərəb məşhur buluş və tarixdə ismini qaldırış üçün aşındaq ədəbsiz qılmışını tanlagan bulub, əməliyyatda o tarixdə ismini yazalığan. Yazılğandımı onun ismi əxmaqlıqның, nadallıqның və pəskəşlikның simvolu bulub yazılğan. Şundaq bolsımı o səhralık muradığa yetken boldu. Zamanımızda ijtimoiy uchur vositalarida qamlashmasimi jo'ylab qo'yish, to'g'ri gaplarga putaq chiqarish, hech qandaq mantiqisi bo'lmagan gaplarni qilish orqali o'zining nomini chiqarishga urinayotgan ahmoqlar oz emas. Ziyolilarning, ulamolarning va har qandaq bir ilm ahlining so'zlaridan ayib izlash, ularga birər çəndək atalasa özünü bəxtlik his qıladigan, namım çıxdı deb xoş bo'ladigan bu siygəklər ijtimoiy uchur vositalarini paskini qilibatdi. Bu vositalarning sap havosini bulg'ibatdi. Ba'zi insonlar hasal harisidek gul chechaklarning ustiga qo'nmay, paskini chivindek sesiq narsalarning ustiga qo'nadi. Şunun bilan ular har bir shaxsning xushpuroq va go'zal taraflarini yo'gab, uning yetarsiz taraflarini izlash bilan avora bo'lib ketadi. Alloh taolo mundaq deb ko'rsatgan: "O'zing bilmaydigan narsaga agashma, chunki quloq, ko'z, dil qatorliqlarning hammasi so'roqqa tortiladi." İmam Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadisda payg'ambar alayhissalom mundaq deganligini bayon qilgan: "Kimiki Allohga va oxirat kuniga ishonadigan yaxshi gap qilsin yoki sukut qilsin. Inson o'ylamayla, Alloh yomon ko'radigan biror so'zni aytib qo'ydi, shuning bilan u do'zax ahlidan bo'lib ketadi." Shuni unutmaslik kerakki, biz birovga yomonlik qilib qo'yib, 100 ming qatim haj qilsaqmi, bu yomonlikning gunohini yuyolmaymiz. Chunki Alloh taolo o'zining amr farmonlariga xiloflik qilguvchilarning gunohlarini tövbe bilan va tövbesizmi kechirib etadi. Ammo bandalarning haqqiga munosabatli qilmishlarning gunohini bandalar afu qilmag'icha Alloh taolo afu qilmaydi. Bu adolatning taqozzosidir. Bandalarning haq-huquqiga qarta sodir qilingan qilmishlarning gunohini ko'p ibodat qilish bilan yoki tövbe istig'forni ko'p aytish bilan yuyivatgili bo'lmaydi.